Tushda olma ko'rish inson ruhiy olamida chuqur ma'noga ega timsollardan biridir. Bu tush qadimdan baraka, halol mehnat, muhabbat va tozalik belgisi sifatida talqin qilingan. Olma hayotning ozi kabi insonning niyatlari, orzulari va mehnatining mevasi sifatida ko'riladi. Shu bois tushda olma ko'rish tasodif emas, balki ichki dunyomizdagi bir o'zgarishning belgisi hisoblanadi. Agar kishi tushida olmani ko'rsa, bu odatda yaxshilik va barakaga yogirilgan ramzdir. Islomiy manbalarda aytilishicha, olma halol mehnat bilan topilgan mol-dunyo, tinchlik va pok niyat ramzidir. Ibn Sirin rahmatulloh alayhi shunday deganlar: kim tushida olma ko'rsa, u halol kasb bilan topgan ne'matdan bahramand bo'ladi. Demak, bu tush insonning mehnati zoye ketmasligini, niyati toza bo'lsa, Alloh unga baraka ato etishini anglatadi. Tushingizda olmaning rangi ham o'ziga xos ma'noga ega. Qizil olma muhabbat, shodlik va yangi bosqich ramzidir. Bu sevgi hayotingizda iliqlik kirishini, samimiyat va quvonch paydo bo'lishini bildiradi. Yashil olma sabr va halollik timsoli. Bunday tush to'g'ri yo'ldan yurayotgan, halol mehnat bilan yashayotgan insonlarga dalda bo'ladi. Oq olma ruhiy tinchlik va ilohiy rahmat ramzidir. Bu tush qalbingizdagi orom va tozalikka ishora qiladi. Sariq olma esa ogohlantiruvchi belgi bo'lib, sog'liq yoki munosabatlarda ehtiyotkorlikni bildiradi. Agar tushda siz olmani yeyotgan bo'lsangiz, bu halol rizq, to'liq baxt va mehnatingizning natijasidan bahra olishingizni anglatadi. Agar olma shirin bo'lsa, bu quvonchli yangilik, xushxabar yoki sog'lom holatni bildiradi. Ammo agar olma nordon yoki chirigan bo'lsa, bu ogohlantiruvchi tushdir. Sizga yoqmaydigan voqea yoki noto'g'ri yo'ldagi qarorni anglatadi. Bu holda tush sizni ehtiyotkor bo'lishga, sabr bilan harakat qilishga undaydi. Tushda sizga kimdir olma berayotganini ko'rish, ko'pincha muhabbat yoki do'stlik aloqasining mustahkamlanishini anglatadi. Agar olmani siz yaqin insoningizdan olsangiz, bu ishonch va sadoqat ramzidir. Ammo agar notanish kishi olma bersa, bu sizga yangi imkoniyatlar eshigini ochadigan inson hayotingizga kirib kelishini bildiradi. Ba'zan tushda siz olma daraxti ostida turganingizni yoki olma yeyotganingizni ko'rasiz. Bunday tush juda ijobiy ma'noga ega. U siz mehnatingiz mevasini olishingizga, orzularingizga yaqinlashayotganingizga dalolat qiladi. Daraxtdagi pishgan olmalar hayotingizdagi to'liq pishgan g'oyalar, tayyor imkoniyatlar ramzidir. Ularni olmasangiz, bu imkoniyatdan foydalanmaslikni bildiradi. Demak, tush sizni faol bo'lishga, o'zingiz uchun muhim qarorlarni cho'zmaslikka da'vat qiladi. Tushda olmani boshqalarga tarqatish yoki sovg'a qilish esa saxovat va bag'rikenglik belgisi hisoblanadi. Bu tush ko'pincha qalbi ochiq, atrofdagilarga yaxshilik tilaydigan insonlarga ko'rinadi. Bu orzular, niyatlar va duolarning amalga oshishiga ishora bo'lishi mumkin. Ba'zi manbalarda olma tushda bilim ramzi sifatida ham talqin qilinadi. Chunki olma ko'plab qadimiy manbalarda insonning ilm va haqiqat sari intilishini ifodalaydi. Bu tush sizni yangi bilim o'rganishga, o'z fikrlaringizni yangilashga va hayotingizga ma'naviy osish olib kirishga chaqiradi. Shunday qilib, tushda olma ko'rish har bir inson uchun o'zicha chuqur ma'noga ega. U sizning ichki dunyongizni, orzu va niyatlaringizni, halolligingizni va ruhiy holatingizni aks ettiradi. Tushda olma ko'rish har doim ham moddiy boylikni emas, balki ruhiy boylikni, hayotga shukr qilish zaruratini bildiradi. Tushingizdagi olma sizga shuni eslatadi: har bir meva sabr bilan kutilgan mehnatning natijasidir. Hayotda shoshmaslik, niyatni toza saqlash va mehnatdan chekinmaslik kerak. Chunki chin dildan qilgan harakatning mevasi eng shirin olma kabi, oxir-oqibat sizning qo'lingizga yetadi.